Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxshimisiz? Bugun 2024-yil 3-ayning 16-cı günü, şənbə günü düşdən keyin. Ma'lum bir boran çapqınlıq günü siz mashinangizni haydab, yəni birla odam sig'adigan pikabingizni haydab, ko'chada ketayotgan vaqtda avtobus bekatida intayin qijlinib, qiyin holatda avtobus kutib turgan 3 kishini uchratdingiz. Bu 3 kishi bunlardan iborat. Birinchisi jini halqumiga kelib qolgan mo'may, uni darhol doktorxonaga olib borsangiz, u ayolning jini chiqib ketadi. İkincisi, sizni ma'lum bir xatardan o'limni qutqizib qolgan shafqatchingiz. Uchinchisi, siz yaxshi ko'radigan kishi. Obkit, to'chaylab qo'yamiz. Mana bu shunday sharoit ostida siz masalani qanday hal qilasiz? Bu savol ma'lum bir shirkatning xizmatchilarini xizmatga iltimos qilgan kandidatlarni tanlashda ishlatilgan. Men darhol qutquzish mashinasi chaqirman degan odamlar ish qilinmagan. Mo'mayni avval qutqizaman deganlarmi ish qilinmagan. So'yginimni avval mashinamga solaman deganmi bumi ish qilinmagan. Shafqatchimga yaxshilikni qaytaradigan fursat keldi deb shafqatchimni olaman deganmi ish qilinmagan. Nimishqa? Mo'mayni darhol doktorga olib borsa jini chiqib ketadi. Lekin shafqatchisi deydi-ki, mo'mayni sasa bu tuzkorga vapasi chiqdi, beshim kun chiqqan vaqt men asqatni deydi. So'ygini men qaragan chaqda boshqalarni muhim bildi deydi. Hamma xil sharoitda buning nisbatan foydasiz. Demak, mushu tepishmoqqa javob beramaganlarning hech qaysini ammo bu shirkat ma'va kishini olgan gap. U kishi deganki, men darhol mashinadan tushib, ochiqishni shafqatchimga berib, mo'mayni darhol doktorxona olib deyman, o'zim avtobus bekatida so'yginim bilan qolaman, avtobusni saqlayman degan. Ma'qul amal chordagi jonliqlikni ko'ring. Bu yerda masala nemaga berib taqiladi desa, idrak, ya'ni idrak bilan ish qilish, yana birisi shu vaqtning o'zidagi muvofiq bo'lgan usul bilan ish qilishni iborat ikki narsaga berib taqiladi. Pulning psixologiyasi degan kitobda mushu narsa so'zlandi. Ya'ni muayyan bir xil aktiv bo'lgan to'g'ri hissiyot bilan ish qilish to'limi idrakka, formulaga, logikaga silib ish qilishdan yaxshiroq bo'libmi pul muomala sohasida odamlar ko'pincha kayfiyatning ta'siriga uchraydi. Formulalarningki ta'sirga emas degan mushkilni qilgan ham kishilarni haddan ziyoda o'lik holda mushunday formulalarga alli kimlarningki deganlarga isolmaslikqa o'zininki tuyg'usiga hukmiga ishonishga rag'batlantirgan. Bu kishi yana mundaq bir misolni olgan. 18-asr, 19-asrda yashagan, 19-asr, 20-asrda yashagan Julius Wagner deydigan bir doktor. Bu adam kasal ko'rish jarayonidagi nimaga diqqat qiladi ekan, mundaq qilgan hodisalarning ichida shaylar takror yuz bergan vaqtda, shu takror yuz bergan narsalar muayyan bir qilibni ifodalab qo'yadigan gap. Shu qilibni kuzatishga diqqat qildi ekanda. Buning qilgan qiliqlarini, uning so'zlaganlarini kishilar sarangliq deydi ekan, ammo u o'ziga nisbatan bu bir dodillik deydi ekan. Bu birsininki baturi, birsining askisi degan o'xshash gapimdi bu. Lekin bu odam, shu Julius Wagner degan odam shu vaqtlarda siplis kasalligini aytijaq tarqalib ketib, buni toza davolashning imkoniyati bo'lmagan chog'da, o chog'da pensillar yo'q. Mandaq bir ishga diqqat qilgan gap. Qizitmas yuqoriroq odamlarning siplis kasalligidan saqayishininki ehtimoli cho'ng bo'lgan gap. Shuning bilan dadillik bilan bu kishi siplis kasallab kelgan odamlarga nisbatan aytgan vaqtda ularning qizitmasini oshiradigan bir dorini bergan gap. Chunki badanning temperaturasi oshgan vaqtda, muvofiq darajada temperaturasi oshgan vaqtda badanning yallig'lanishiga nisbatan qarshi turish iqtidorini oshirgan gap. Ya'ni qiziqroq badan temperaturasi siplis hujayrasini, ya'ni yomon nachar hujayrani o'ltirib tashlagan gap. Shundan ularning saqlayishi yaxshiroq bo'lgan gap. Bu ayni vaqtning o'zida o'sha odamlar yashagan tarixiy sharoitda alomat cho'ng bir texniklik bayqash bo'lib, bu kishi shu orqali, ya'ni kishilarning qizitmasini oshirish orqali
kesal davolgan, ro'yi kasallarni davolgan 1927-yili mush usulga bu kishining mush tadbiriga utuqlarga Nobel meditsina mukofoti berilgan. Kishilarning, ya'ni siplis kesal bo'lib kelgan kishilarning qizitmasini o'stirish orqali, oshirish orqali, muvofiq oshirish orqali ularni kasaldan saqaytishning unumi hech qanday tadbir olmaganlarga qaragan vaqtda birasi yaxshi bo'lgan. Ya'ni 10 odamning siplis kesal bo'lib kelgan 10 odamning ichida hech qanday tadbir olmaganning 7si o'lib tutgan, 3si saqagan. Madam qizitmasini oshirgandan keyin kasallab kelganlarni davolashda buning ichida 6si saqagan, 4 o'lib ketgan degan gap. Demak, odamlar bu masalani, bu gapni deyish orqali avtor nima demoqchi edisa, o'sha Morgan Housel nima demoqchi edisa, amaliy ahvolga qarab ish qilish, amaliyotda hamisha mantiqiy tushirib ish qilish emas, amaliy ahvolga qarab ish qilish, muayyan bir hissiyot bilan ish qilish yaxshi. Bu pul muomilining ishidimi buni qo'llanishga bo'ladi demoqchi. Ya'ni badan qizgan vaqt, badan qizitma so'g'an vaqtda odamlarning masalan bizning qizitmamiz ishib ketgan vaqtda sivaslarga berib do'konlardan Tylenol degandek qizitma tushirgan dorilarni ichimiz go. Qizitmaning ishib ketishdan qo'rqaymiz degan gap. Ammo ma'qul meditsinadagi ma'qul tekshirishlar qizitmaning muayyan darajadagi qizitmaning amaliyotda yallig'lanishni pasaytirganligini, saqaytirganligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo kishilar yanala uning chidamaydi deydi. Chunki og'riqdan shu qizitmaning ishib ketish tufaylidan to'ngib titrab jafo tortgan odam shu vaqtning o'zida masalaning g'oyib bo'lishini istaydi. Shunday bo'lganlikdan doktorlarning yeniga borgan vaqtda doktorlar garchi ularning maqsadi shu butun kasalni davolab saqaytish bo'lsa-mu, ammo shu vaqtning o'zida amaliy ahvolga qarab turib ularga qizitmasini tushiradigan, qizitmasini yo'q qiladigan mushtaq dorilarni yozadi. Iqtisodiy faoliyatlarda, bular shu pul muomala sohasida, mablag'chilikda kishilar hamisha formulalarga esib oladi, allaqandaqdir odamlarning deganlariga ishonadi deb. Masalan, Warren Buffettning ustozi bo'lgan Benjamin Graham degan odamning, ya'ni The Intelligent Investor, aql mablag' sarfchi degan kitobni yozgan odamni gaplarini misol olgan. Bu odam shu Warren Buffettlarga ustoz bo'lgan, paycheki sohasida shuhrat qozongan odam, 70-yil tugab ketibdi ekan. Shu The Intelligent Investor degan, ya'ni aql mablag' sarfchi degan kitobidagi formulalar necha qitim o'zgartgan gap. Har bir nashrda o'zgartib bo'lgan gap. Nima ish qilsa, nurg'un narsa o'zgaraydi. Nurg'un narsa o'zgaraydi, hayotda nurg'un narsa o'zgaraydi deb. Kishilar hamisha kitoblarda deyilgan, o'zi o'rgangan texniklik usullar bilan ish olib bormaydi. Uninga eslab olgan qaragan chaqda jonliq ish qilganlarningki ma'lum vaqtda to'g'ri bo'lgan paytni tutib chaqqonlik bilan ish tutgan odamlarningki, ya'ni mantiq idrokka bak eslab olmay, hissiyot jihatdagi muvofiqlikqa, amaliy masalaga jiqroq ko'ngil bilgan odamlarningki mablag'chilikda pul tepish fursati jiq bo'ladi degan o'sha gapni degan gap. Anandan keyin yana birisi hayotda hamma narsa o'zgaraydi deydi. Hamma narsa o'zgaraydi. Masalan, davlatlarning iqtisodiy qurilmasi o'zgaraydi, hatto paycheki SP500 indeks degan ko'rsatkich, SP500 standardini poor degan bu 500 ko'rsatkichmi o'zgardi deydi. Masalan, ayni vaqtda yangi boshlangancha 50-yilgacha shu nima pul muomala shirkatlarining paylari uning ilinmagan. 50 yil ilgari SP500 ga fan texnik shirkatlarining paylari qaytilmagan. Burunlarda nima desa, burunlarda asosan shu ig'ir sanoatning paylari, yeziklikning paylari, yeziklik sanoatining paylari SP500 ni tashkil qilgan. Ammo hozir davr o'zgardi, texnik taraqqiyot alomat, ana buning ta'siri karomat, mana shunday bo'lganligi uchun odamlar ba'zida yetish bilolmayotdi. Shunga bizning qarashimiz, kishilarning ko'z qarashimi pul tutgan pozitsiyasida hech qachon turg'un bo'lmaslik kerak. Sen tarixga eslanib, tarixda manda bo'lib ekan,
Әмді манда болуш мүмкін деп бәк ойлап кетме. Бәзі ішлар болыдыған чағда болуды дейді. Мандақ бір нәрселерді мысал алды. Өткенде дедік қой, нормал тақсының іште құйрық бәк мұйым нәрсені белгілейді. Сіз нұрғын қыттым мәбләғ сіліп, зиянларын тартышыңыз мүмкін. Әмма бір нәші қыттымлам аламат дәрежеден ташқыр бір пайдап қалсаңыз, әмі зейніңізді төләп, анадекен сізді көтір өтуді деген гепні мүш әдәм деген деп бәдім ғой. Tarixdagi vaqalarni shu deydi. Masalan, mono 7 kishi dunyoga kelgan bo'lsa, dunyo qanday bo'ladi deydi. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Bill Gates, Martin Luther King, Thomas Edison degan o'xshash yana birisi bor. Bu shu 7 odam bo'lmagan bo'lsa, biz hozir yashayotgan dunyo boshqacha bo'ladi deydi. O'tgan asrda ikki qitim dunyo urushi bo'ldi. Ikkinchi qitimliq dunyo urushiga masalan Hitler sababchi. Shunaqqa. Anakin kommunistlar hokimiyatni egalladi, hokim mutlaq davlatlarni qurib chiqdi. Amerikada Martin Luther King kishilik huquqniki rahbar bo'lib chiqdi. Yana qora tanliklarningki huquqini deb oxirida kengaydi. Biz ko'rayotgan Amerika mana bu shunday Martin Luther King o'xshash odamlar kurashgashga kelgan kunlarmi shu. Andan keyin Edisonningki telefonni to'kchiroq degandek narsalarni ijod qilishi. Andan keyin Bill Gates'ninki mana Microsoft, mana bular dunyodagi, ya'ni 2 asrning ichida 19-asr va 20-asrda dunyoda tug'ilgan odamlarning taxminan soni 15 milliard. Ammo hozir dunyoning umumiy nüfusi hozir biz bilyapmiz, odamlar tug'iladi, odamlar o'lib ketadi, tabiiy sabablar tufaylidan, kasallik sababidan, hodisa sababidan, yuqumli kasal sababidan, nurg'un sabablar tufaylidan, urush sababidan, ocharchilik sababidan, tabiiy ofat sababidan degan o'xshash nurg'un sabablar tufaylidan o'lib ketadi. Ammo hozir hamdaran aran degan olmaydi. 8 milliard atrofida dunyoning nüfusi. 8 milliard atrofida. Lekin o'tgan 19-asr bilan 20-asrda 200 yilning ichida dunyoda tug'ilgan odamlarning soni taxminan 15 milliard. Undan so'ng nurg'unlari qanday harakatda degan gap bor, nimish ko'paymaydi deb. Texi dunyo sanoat inqilobidan keyin taraqqiy qilib, ishlab chiqarish unumdorligi eshib, yezilt mahsulotlari eshib, har xil texnikalar maydonga kelib, turmush o'ng'ay, ravon bo'g'iniga texi 2 asrdek vaqt bo'ldi. Texnikaniki masalan pensilning ijod qilinishi odamlarning o'tirish umrini uzartdi. Mana fan texnik ijodiyat degan narsa. Lekin hech kim o'sha 7 odamning yoki bo'lmasa dunyoga ta'sir ko'rsatgan cho'ng ishlardan 2 qitim urush, dunyo urushi, andan keyin Amerika yuz bergan iqtisodiy bo'hron 29-yildagi, 2008-yilda yuz bergan pul muomala krizisi, 2001-yil yuz bergan qo'shmoq binoni so'qib tashlash vaqasi, ya'ni terrorlik vaqasi deganga o'xshash ishlar, anadan keyin yaqinda yuz bergan vabo degandek bunday ishlarni hech kim o'ylab yetamagan. Shu tug'ilgan 15 milliard odamning ichida, men yuqorida yashab o'tgan, sanab o'tgan 7 odam dunyoning taqdirini alomat o'zgartirib o'tgan gap. Shunga ma'lum vaqa, ma'lum shaxs dunyoning tartibini, odamlarning hayotini olam asl-ustin qilib o'tadi. Shunga o'xshash paycheki bozordami mushundaq ahvolda yuz beradi. Ya'ni hamisha biz paycheki bozordagi iqtisod tarixda manda bo'ladi ekan. Endi manda bo'ldi, degil bo'lmaydi demak shu. 18-asrda har 2 yilda bir qitim dunyoda o'ttir hisob bilan 2 yilda bir qitim iqtisodiy chekinish bo'lgan, recession deymiz. 20-asrning boshlarida har 5 yilda bir qitim, dastlabki yarim asrda. 20-asrning keyingi, ya'ni 1950-yildan keyin oxiriga qadar har 8 yilda bir qitim iqtisodiy chekinish yuz bergan, recession. Endi hozir bu iqtisodning chekinishiningki vaqti sal uzrab menyapti, ya'ni 12 yil. Nemishqa deganda davlatlar iqtisodni idora qilishda kutilmagan voqealarga, kutilmagan hodisalarga tadbir elishda pishdi degan gap. Iqtisodda nurg'un mutafakkirlar va iqtisodshunoslar bor. Keyneslar deymiz. John Maynard Keynes. Bu makrolik iqtisodning otasi deymiz buni. Bu kishi masalan shu iqtisodiy bo'hron bo'lgan vaqtda 29-yili shu xil hodisaga taqobil turish uchun Keynesizm iqimini o'tirib qo'ygan. Masalan, andan keyin
60 yillarda ko'tarilgan pulizm eqiminiki Milton Friedman bor. Har bir iqtisodiy voqea bo'lgan vaqtda, jamiyatda ozroq davolg'ish bo'lgan vaqtda, pul paxolligi ko'tarilgan vaqtda, ishsizlik ortgan vaqtda mutafakkirlar, iqtisodshunoslar bular diqqat qildi ishlarga. Aşı har xil uchurlarni yig'ib, shuning ichidan ma'aydan qonuniyatni bayqashga tirishdi bular. Shunga nimening Morgan Housel'ninki kitobida dunyo deganning shundoq hayronlikqa to'lgan deydi. Hozir biz kelgusidagi jamiyatning qanday bo'lishini, madaniyatning, texnikaning qanday o'zgarishini, kishilarga qanday ta'sir ko'rsatishini, keyingi avlodlarimizning kallasini qanday aylantirishini biz uqmaymiz deydi. Ammo pul masalasiga kelgan vaqtda odamlarning ochko'zligi, odamlarning tantagligi yoki odamlarning qo'rqinchoqligi, ig'ir besiqligi, kishilar bilan kishilar o'tirishdiki, pulga bo'lgan tutgan muomalada yoki bir-biriga pul orqali tutgan muomaladagi bular nisbatan muqim bo'ladi deydi. Nisbatan muqim bo'ladi. Ammo bozorning tushib turishi bu mangulik bo'ladi. O'zgarish mangulik bo'ladi. Hayotning o'zi intayin hayron qolarlik ishlarga to'lgan. Biz oldimizda nima ishlar bo'ladi, biz uqmaymiz deydi. Masalan, hozir biz 20-asrning 24-yilini yashayapmiz. Birinchi kvartalni, oldingi 25 yil. Bu mana hozir biz ko'rayotgan dunyoda endi pandemikdan vabodan endi qutulib chiqyapmiz. Yevropada urush davomlashyapti. Masalan, bizning xalq yana zulm chekyapti. O'rta Sharqda to'qinish bor. Nimadami Afrikadami ocharchilik bor, susuzlik bor. U yerdami to'qinish bor. Dunyoda doim u yerda har xil ishlar bo'lib kelgan. Bo'lib kelyapti. Endi bundan keyin dunyoning ishlari qanday bo'ldi, hech kim uqmaydi. Hech kim uqmaydi. Kutilmagan bir tabiiy hodisa, kutilmagan bir siyosiy voqea yoki bir ijtimoiy hodisa, masalan, bu yilning o'zida Amerikadagi saylam qanday bo'ldi. Mana bu shunday ishlar bozorga, iqtisodga, odamlarning tafakkuriga, kishilarning hayotga, davlatlarga, boshqalarga, madaniyatlarga tutgan ko'z qarshida o'zgarish paydo qiladi. Asosan iddisi endi mushunda. Xo'sh. Endi men bu gapni dedim, iqtisod to'g'risida kichkina davatay. Biz pandemikni boshdan kechirdik. Pandemik dastlabda barliq kelgan vaqtda nurg'on odam ishsiz qoldi. Anandan keyin paychaklar vahshiy uchib ketdi pul muomala bozorda. Ishsizlik ortib ketdi, qo'shganlik. Davlatlar, masalan, Amerikani misol bersak, 2 trilliondan ortiq pul taqatdi. Buning ta'sirida bir yilda kishilar talog'i chiqamadi. Oshxona, restoran, mehmonxona, havo yo'llari, qatnash transport hammasi o'ldi. Kutilmagan tabiiy hodisadan kelib chiqayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ahvol mana bu. Ba'zi davlatlarda azroq muqimsizlik bo'ldi, mana shu nomrodlik ortib ketib. Ammo butun davlatlarning ichida shu vabodan keyingi iqtisodning tirilishi Amerikada eng yaxshi bo'ldi. 2022-yil 3-oyda Amerikaning Markaziy bankasining o'simini o'stadi. 2020 o'simini o'stirishga boshlagan, o'tgan yilning oxirigacha 11 qatam o'stadi. Ya'ni pul paxolligi 2022-yil 6-oyda 9.1% chiqqan. Hala hozir pul paxolligi o'tgan yilninki shu mezgilga qaragan vaqtda hozir pul paxolligi yana 3.2%. Yani yuqori. Ishsizlik nisbati 3.9%. Har shikilsi 4%dan to'van. Ammo pul paxolligidagi markaziy banklar qo'llashadigan pul paxolligini 2% atrofida tizginlash degan yerga tushmadi. Pul paxolligi tuvalmaganligi uchun, chunki emgak bozori yaxshi. Odamlar davomli xizmat tepatadi. Ba'zi pul muomala shirkatlari, media axborot shirkatlari, texnik shirkatlar adam qisqartgan bilan, ammo doktorxona, səhiyyə sistemisi bularning sestralarni bak ilyotidi. Hukumat tarmoqlari odamlarni ilyotidi. Bu jihatda mana ishning yaxshi bo'lishi yaxshi, sayohatchilik, ya'ni mulozimat sohasida biroz nima yaxshi, ish qurilishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni Amerikada xizmat har holda bor, emgak bozori bak nachar emas. Shunday bo'lganki, xalqning qo'lida kirim bor, xalqning kirimi bor, qo'lida pul bo'lgandan keyin mal bahası tushmayotgan gap. Yana shu pandemikdan keyin nurg'un ishlar bo'ldi ko'pchilikninki omonat puli ishib ketdi. Chunki
nurg'un chiqimlar tejilib qoldi, uyda ishlagandan keyin gaz puli tejilib qoldi, tala tamoq yeydigan puli tejilib qoldi degan o'xshash. Andan hukumat o'ttir hisob bilan ma'lum kirimdagi odamlarga 3200 dollardan pul verdi, ballag'imni pul verdi degandek. Shu kishilarningki puli biroz ishib qolgan gap. Balki ishib qoldi-da. Andan onu pul olgandan keyin hajlaydigan gap. Pandemikdan chiqqandan keyin, tukkandan keyin, vabo tugashdan keyin kishilarning iste'molida ko'tarilish, iqtisodda bo'lgan ko'tarilish mush sababdan kishilar hajlagandan keyin talab bu pul paxallig'ini biroz oshiribdi, ya'ni oz narsani ko'p odam qo'g'lashgandan keyin. Chunki vabo mazgilida ta'minlash zanjirida masala ko'rildi, qatnash transport kesildi, bir narsa qisulab ketdi, xalqning qo'lida pul bor. Endi bu ahvol hozir normallashib qarab mengyapti-da. Ta'minlash zanjirida o'ng'ishlish bor, tuxum, sut qatorliq shundoq ichadigan, yeydigan narsalarning bahosi tövellashga boshladi, garchi vaboning oldidagiga yetmagan bo'lsa. Baho bir ish bo'lsa tushmak biroz tas. Ozroq tövellanishi mumkin, burunqiga yetib burunqiga tushib ketmaydi demakchi, burunqi saviyaga tushib qolmaydi demakchi. Andan keyin kishilar hukumat bergan pullar o'zining omonat qo'ygan pullarininki tuvallishga, ozayishiga ergishib, bular kreditga, innovativ qarshiliqdan qazilib hajlaydigan, bankadan qazilib uy oladigan, mashina oladigan ishlarni jiqroq qilib o'tibdi. Hozir kishilarda shu nima bor, shu qarz olish masalasini aytib ig'ir ekan hozir. Necha trillion qarz bor ekanda, shu kredit shirkatlarga, aholilarning. Buning o'zi bir qo'rqinchli signal. Chunki bu kitobning avtori, masalan Morgan Housel, manda bir gapni debdi. 2001-yil 9-oyning 11-kunidagi qo'shmaq binoni o'ritish voqeasi, so'qitish voqeasidan keyin Amerika hukumati, ya'ni Markaziy bank o'simni kesdi dedi. Bakkasdi. Kesgandan keyin pul azam bo'lib ketdi, pul qazilish azam bo'lib ketdi. Shundan xalqlar adab uy sotilishga oldirdi, uyning bahosi o'sdi dedi. Lekin ishsizlik bir boshlanadi, pul muomala kirisi yuz beribdi. Odamlar ishsiz qolgandan keyin bular ishsiz qolgan odam nima qildi? Yoshlar qazilib maktabga o'qishga mangdi dedi. Qazilib maktabda o'qib, oliy maktabni bittirgan vaqtda bular bir muncha qazni otib oldi bo'yniga dedi. Mana bugungi kunda nurg'un o'quvchilarning, millionlab o'quvchilarning oliy maktabni bittirgan o'quvchilarning bo'ynida qaz bo'lishi 2001-yildagi qo'shmaq binoni so'qitish voqeasiga kelib taqildi. Shu voqea bo'lmagan bo'lsa, ishlar boshqa bo'ldi degan mendaq bir bayonni beribdi. Demak, bu ba'zi voqealarni, ba'zi hodisalarni to'sib olmaydi, ko'gil olmaydi, faraz qilib olmaydi. Shunday ekan, ba'zida formula bilan tarixni manda olibdi, yana manda bo'lishi bo'libdi degan deb emas. Shu vaqtning o'zida boshqa kelgan chaqda yaxshi qaror chiqishni bilish kerak. Demakchi odam. Ya'ni nimaga qarab muomala qilish kerak? Boshqa kelganda batur deydigan gap bor. Xo'sh. Endi men iqtisod to'g'ri so'zlab o'tib, endi Morgan Housel'ninki AGP to'g'ri gap qilgani uchun uni deb o'tdim. Endi mana shundaq bir sharoitda, mana o'tgan yili paycheklari 20% o'sdi umuman. Hozir bir gap chiqdi. 3-oyning 14-kuni B Raleigh degan bir mablag'chilik, ya'ni mablag'chilik shirkatininki bosh mablag' strategiyachisi Paul Dietrich deydigan bir kishining bir gapi hozir bulg'u qo'zg'aldi. Nima desa, ehtiyot qilinglar, diqqat qil. Pul muomala bozoridagi ko'pik tarab ketish oldida turdi deb. Mana bu odam deydiki, hozir 3-oy bo'ldi, Markaziy bankka o'tgan yil 11-12-oylarda yilning 5-ida o'simni kesadigan, shundan paychaklarda yaxshilanish bo'lgan kesmedi. O'sim kesilmadi. Qarg'an chaqda pul paxalligi tushmayotdi. O'simni kesish keyinga surildi, 6-oyga surildi. Bunda bo'lgan vaqtda Amerikada mild recession, ya'ni aciz emas, o'ttiral darajadagi bir cho'kish bo'ldi, iqtisod cho'kish bo'ldi. Paychaklar tushib ketdi. SP 500 deganlar 49% qimmatini yo'qotdi degan gapni deb chiqibdi. Unaqa nurg'on odam diqqat qilyapti. Nimishqa deganda cho'ng shirkatlar, 7 alayda saltanatli 7 cho'ng shirkat bor-ku. Meta deymiz, nima deymiz, Amazon deymiz,
Hatto Warren Buffett deganlarmi o'sha qo'lidagi pul ma'mul mulklarini setib o'tib, naqd pulni saqlab turibdi-ku hozir. Ma o diqqat qiladigan narsa. Ya'ni mushunda chaqda haqli bak ochko'zlab ketdi, men yaqindan buyon demoqchi madam. Shunga naqd pulni saqlab turish kerak, mablag' silib sanmaslik kerak, mablag' qilib paychiga bozorga kirmaslik kerak degan adabdi. Endi bu odamning gapining qanchalik asosi bor? Chunki unda deganlarning hammasi to'g'ri chiqmaydi. Men dedim-ku, o'tganda nurg'un iqtisodshunoslar Amerikaning iqtisodi chekinib ketdi, qattiq qonadi, ishsizlik ortib ketdi, unda bo'lmaydi deb. Endi madam gapni ko'tarib chiqibdi, bu hozir bir necha kundan buyon shunday xabarlarda taqib yuriydi. Lekin men diqqat qilish kerak bu gapga demoqchi. Bak ochko'z olmaslik kerak. Pul ma'mul bozoriga hozir bak aldirab kirib olmaslik kerak demoqchi. Ya'ni 50-dallik bo'lish mumkin, bo'lmasligi mumkin. Agar paychiga bozorda bak o'rlab ketib qolsa, ona kirmasak pushaymaymiz. Agar paychiga bozorda biz olgandan keyin bak tushib ketib qolsa, yana pushaymaydi. Shunga bilish orqali, uchurlarga diqqat qilish orqali o'zimizning kayfiyatini tanshab turib, ash kelgusidagi yeydigan pushaymonning oldini olish uchun saga qo'msaq olmaydi. Sal qanoatchan bo'lmasak olmaydi degan gapni deb qo'ymoqchi. Xo'sh. Hamda men oxirdagi gapimda mana bir narsalarni tugatay. O'tganda men pul muomalada savodlik bo'lish va o'qish degan temada so'zlab berdim. Pul muomala savodlik bo'lishni aytmayman. Savodsiz qolgandagilar odam ziyon tortadi. Tarixda xat o'qiyanmaganligi uchun umr qisqalab qolgan botirlarimiz bor, shunami? Savodsiz bo'lganligimiz uchun, kompyuter savodsiz bo'lganligimiz uchun kishilarga pul bergan ishlarimiz bor, pul beramiz masalan. Til savodsiz bo'lsak, til mashqa pul to'laymiz, o'mi bo'pti. Ammo pul muomala savodsiz bo'lsak, bulab ama bugungi zamonimizda cho'ng ziyon tortamiz. Bizning pensiya pulimizdan tortib, salomatlik sug'urtimizgacha, ömürlük hayat sug'urtimizgacha, anankin olgan uyimizningki keyingi avlodlarga kelishigacha bo'lgan nurg'un ishlarni bilishimiz kerak. O'simning ta'siri, pulpaxallikning ta'siri, mablag'ni, ya'ni tuxumni bir necha so'vatga silish degan gap mablag'chilikda qanday ma'noni ifodalaydi degandek narsalarni bilishimiz kerak. Agar bilmasak, bir yaxshi yoki gapga usta bir pul muomala mulkini aksiya sotadigan odamning dipiga uslo o'ynab ketib qolsak, bu pul muomalasiga sabodsizligimiz tufaylidan bizga ziyon keldi. Az to'laydiganga jiq to'laymiz, jiq keladigandan az nisbi ep qolamiz demakchi. Shunga mushularni ko'z tutib, medianing kuchidan foydalanib, masalan, men deymanki, bu gapni degandan keyin buning amalini qilib beqish kerak. Endi buni bir turkum o'quvchilar qo'shuni, iqtisod o'qigan, pul muomala o'qigan o'quvchilar qo'shuni umumyuzlik sistemli holda qarindoshlarimizga yetkazsak yaxshi bo'ladi, ammo bizning sharoitimiz yor bermaganligi uchun qalg'ashninki suv to'shishidek ruh bilan mush mediadan foydalanib azto'la ma'lum mazmunlarni, muhim deb qaragan mazmunlarni 1 minutdan YouTube'ning shorts deb qo'y, YouTube'ning mikroliq sinalg'u qismida qo'ymoqchi bo'lardim. Asli men Instagramda qo'yib baqay degandim. Qo'yib baqay deb uning taraddud qilib turib qoldim. Nimishqa deganda, bir qitimliq leksiyarimda bir ish gapni oldida, Morgan Housel'ning mana bugungi kunda haqla Instagramda bir narsani taqtib qaraydi, uning shakliga qarama, maydiga qara, yolg'onchilik to'la degan gapni debdi dedim emasmi? Shuni men endi uni Instagramda so'zlab jursam, garchi belim bo'lsa-ma, gapimgiz to'qqanligiga o'xshaydi deb uni qilmaydi dedim. Ammo YouTube'da bundan keyin shunday mazmunlarni 1 minutdan berma. Ma'lum hukm tushuncha xarakterli narsalarni, masalan, o'sim nisbatininki o'rilishi, tushishi, inovatli kartochka, pul paxalligi, pul qisliqi degandek mazmunlarni. Anandan keyin navbatdagi iqtisod, mana biz qiziq pul deydigan gap, pul almashtirish, exchange rate deymiz, shunday bilimlarni, shunday taqtish niyatidaman. Endi iqtisod qisqadigan, o'zining ahvolini yaxshi qilish qilgan qarindoshlarning anglashini umid qilaman. Nurg'un ishlar bor, nurg'un gaplar bor, biz anglaydigan vaqtimizni sarf qiladigan, ammo ma'vi o'zimizning yanchiqimizga yurib taqishadigan narsa o'zingda yo'q, olamda yo'q deydigan gap bor. Bir hafta burun men bir real yoshlar bilan bir bo'lib qolgandim. Shunday deydi, akasizning leksiyaringizni anglab, biz shirkatga yangi xizmatga nima qilgan vaqtda pensiya puliga
Shundaq pul qo'yishni boshladik shu 401k deganga deydi. 401k degan narsani 78-yil barliq kelgan, 77-yil barliq kelgan taxminan 50 yilga bormaydi buning tarixi. Anandan Roth individual retirement account deganmi, IRA deganmi, uning 30 yillik tarixi bor. Burungi odamlar fursat bo'lmagan. Buningdan burun yashagan odamlar uchun. Endi biz yashayotgan Amerika jamiyatida bu fursat bor. Buni qo'ldan bermaylar. Shularni tushunishimiz kerak. Rahmat sizlarga.